Bozordan 4 ta qo'y olib kelgandim. To'xtamay yo'talyapti. Bunga hozir mana shu chesnokni yedirib yuboraman. Yo'tali to'xtaydi deb turgan akalar. Chesnok hech qachon yo'talni davolab bera olmaydi. Agar sizning qo'ylaringiz ertalab, obedda, kechqurun och qoringa yo'talyap turgan bo'lsa, bilingki, ularning ichida qurtlari bor. O'pkasida, jigarda qurtlarini hisobiga qo'ylarda shunaqangi yo'tal paydo bo'ladi. Bunaqangi payti shunaqangi alben, albektin siroplarini og'iz orqali ichkizdirib olsa, qurtlarning hisobiga hosil bo'lgan yo'talni to'xtatib beradi. Agar qo'ylaringiz har 10-15 minut ichida 2 ta 3 martagacha to'xtamay yo'talayotgan bo'lsa, unda nafas yo'llarini shamollashning hisobiga qo'yda yo'tal paydo bo'lyapti. Bunaqangi paytda Taylomak antibiotiki tarkibi taylazin sasabli bo'ladi. Bu bilan kombinatsiya holatda tiaprin vitaminidan foydalanib, muskul orqali yuboriladi. Pokiston preparatlari hozirgi kunda ishlash koeffitsiyenti yuqori bo'lyapti. Bu videoni qo'ylari yo'talaverib joniga tekkan tanishlarga yuborib qo'yamiz.